Assalamu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun ko'zi qizarib qilishning sabablari va uni bartaraf qilish degan temada qisqacha bir leksiya so'zlab o'tmoqchi. Men bu leksiyada asosliqi ko'zi qizarib qilishniki qandaq bir ahvol ekanligi, uni keltirib chiqaradigan asosli sabablar, uni bartaraf qilish va qandaq qilganda uning oldini olg'ili bo'ldi degan jihatlarda qisqacha bir tushuncha berib o'taman. Tövəndə diqqətinizlər leksiyanın təfsilatında bolsun. Ko'zi qizdirib qilish degan vaqtida u asosliqi ko'zning har xil g'idiqlag'uchi omillar tarafidan g'idiqlanib, ko'z pardasi osti va yoki ko'z pardasi atrofidagi qildam tomirlarning qonga to'lganligini ko'zda tutadigan bo'lib, u o'xshamgan kasalliklarda bo'ladigan kasallik alomatidir. Ko'z qizdirib qilish dastlabda bir ko'zda yuz berishi mumkin yoki ikki ko'zda teng yuz berishi mumkin. Ko'z qizdirib qilish vaqtning o'tishiga ergishib asta-asta paydo bo'lishi va asta-asta taraqqiy qilishi mumkin yoki tuyuqsiz paydo bo'lishi mumkin. Ko'z qizdirib qolgan bemorlarda odatda ko'zi og'rish, ko'zi qichishish, yosh eqish, ko'zi ishib qilish va ko'zning ko'rish quvvati to'valab ketish qatorliq o'xshamgan alomatlar birga ko'rilishi mumkin. Bundaqda ko'z qizdirib qilishning qandaq sabablari bor? Ya'ni nima sababdan ko'z qizdirib qoldi degan vaqtida ko'z qizdirib qilishning nurg'un sabablari bor bo'lib, ba'zida linza aynakni taqganda yoki orom olmay kompyuter ekraniga bek uzun qarab turgan vaqtidami ko'z qizdirib qilishi mumkin. Ko'z qizdirib qilishning tövəndikidek ko'p uchraydigan sabablari bor. Birinchisi allergiya, ya'ni ko'zning sezgirligi ishib ketish. Havadagi ko'z bilan uchrashadigan har xil omillar, ya'ni chang to'zang, ximiyalik moddalar yoki qo'limizdagi maynat narsalar degandagidek bu ko'zimiz bu narsalar ko'zimizga uchrashgan vaqtida ko'zimizda allergiya paydo qilishi mumkin va shu sababdan ko'z qizdirib qilish paydo bo'lishi mumkin. Ikkinchisi ko'z parda yallig'i. Uchinchisi qurg'oq ko'z, ya'ni ko'z yeshi ozlab ketish kasali. To'rtinchisi ko'z zaxmlanish. Beshinchisi ko'z besimi yuqorilab ketish. Oltinchisi virus yoki bakteriya bilan yuqumlanish. Mana bular ko'z qizdirib qilishni paydo qiladigan eng ko'p uchraydigan sabablar. Ko'z qizdirib qilishning oldini olish. Ko'z qizdirib qilishdan tamoman saqlanish qiyin, ammo tövəndiki tədbirlər orqali ko'z qizdirib qilishningki xatarini tuvaltish tamoman mumkin. Birinchi, ko'zni qo'l bilan bo'libmi maynat qo'l bilan uvlashdan saqlanish. Ya'ni qo'limizda biz ko'z ko'rinmaganimiz bilan har xil viruslar, bakteriyalar va yoki boshqa narsalar bo'lishi mumkin. Bu qo'lni biz pokiz tozlamay turib, ko'zimizni uvgilgan vaqtida, ko'zimizni tutgan vaqtida ko'zimizda allergiya paydo qilishi yoki bo'lmasa ba'zi yuqumlanish paydo qilishi mumkin. Natijada ko'zimiz qizarib qilishi mumkin. Ikkinchisi linza aynak qo'llanganlar aynakni pokiza yuvib turish kerak. Bu aynak pokiz bo'lmagan vaqtidami ko'z qizdirib qilishni paydo qilishi mumkin. Uchinchisi ko'zni pokiz tutish, davomli qo'lni pokiz yuvib turish kerak. Chang to'zang, istitak yoki hayvonlarning yung'larining ko'zni g'idiqlashdan saqlanish kerak. Bu nihoyatda muhim. To'rtinchisi uzun vaqt kompyuter ekrani qarashdan saqlanish, oraliqda ko'zni yaxshi orom oldirish yoki boshqa taraflarga qarash orqali ko'zning uzun muddat ekran qarab turishdan saqlanish. Bu ko'z qizdirib qilishning oldini olishda nihoyatda muhim. Beshinchisi uy muhitini
bek qurg'oq yoki bek nam bo'lishdan saqlanish kerak. Ya'ni uy muhitiniki muhiti bek qurg'oq bo'lgan vaqtidami ko'zga yaxshi emas, bek nam bo'lib ketgan vaqtidami uyda oson ba'zi zamburuglar ko'payib oladigan bo'lib, bu ko'zning sog'lomligi uchun yaxshi emas. Shunglashqa uy muhitiniki namlik va qurg'oqlik darajasini muvofiq kontrol qilishmi bu ko'z qizarib qolishning oldini olishda bek muhim. Undaqda bu ko'z qizarib qolishni qandoq bir taraf qilamiz degan vaqtida bo'libmi ushtumtut ko'zimiz qizarib qolgan vaqtida yoki atdeganda uxlab qolgan vaqtida ko'zimiz qizarib qolgan vaqtida biz uni qandoq bir taraf qilamiz degan vaqtida ko'pincha ahvolda ko'z qizarib qolishni alohida davolash hojatsiz. Ya'ni bir necha kun arimagandan keyin ko'z qizarib qolish o'zligidan yo'qolib ketishi mumkin. Ammo ba'zi ahvol ostida uningga diqqat qilish va belgilik bir taraf qilishga to'g'ri keldi. Birinchidan oldi bilan yaxshi orom olish, bo'libmi ko'zni orom oldirish, uxlash kerak. Charchab ketishninki alohida charchab ketishning o'zimi ko'z qizarib qolishni keltirib chiqaradigan bir sabab bo'lganligi uchun yaxshi orom olish, bo'libmi ko'zni yaxshi orom oldirish vaqtida ko'pincha ko'z qizarib qolish shuning bilan yaxshi bo'lib ketadi. Ikkinchisi ko'zga sovuq o'tkazish, ya'ni ko'zni yumib ustiga lo'ngi bilan o'ralgan muz qo'yish. Uchinchisi ko'zning atrofini yenik uvlab berish. Bu orqali qon aylanishini yaxshilab ko'zdagi qildam tomirlarning qonga to'lib olishini yaxshilash. To'rtinchisi ko'zni yuvish. Retseptsiz ko'z dorilarini ko'zga temitish. Ya'ni dorixonalarda doktorninki retsept bo'lmasimi setib oladigan nurg'unlagan ko'z dorilari bor, ko'zga temitadigan suyuqliklar bor. Shu orqali shularni ko'zga temitish orqali ko'z qizarib qolishni yaxshilig'i bo'ldi. Beshinchisi zo'r bo'lgan vaqtida ko'z doktoriga ko'rinib, aniq diagnoz qo'yib, konkret kasallik ahvoliga qarab davolash olib berish kerak. Oltinchisi agar bakteriya bilan yuqumlangan bo'lsa, u vaqtida muvofiq turda antibiotik dorisi ishlatishga to'g'ri keladi. Mana bular bu ko'z qizarib qolishni bir taraf qiladigan usullar bo'lib, ko'pincha ahvolda biz bular orqali bir necha kun ichida ko'z qizarib qolish masalasini hal qila olishimiz mumkin. Bugungi bu ko'z qizarib qolishining sabablari va uni bir taraf qilish degan qisqa leksiyani mishada oxirlashtirmoqchi. Hammanglarning diqqat berganinglarga ko'p rahmat. Alloh hammamizning tinini salomat qilsin. Ko'rishishga omon bo'linglar. Xayr xo'sh.